Chexiyada avtobus kutyapman. Avtobus bekati oldida mana shu avtobusni raqami, qaysi yo'nalishlar, qaysi kunlarda kelish to'g'risida ma'lumot bor. Bu yerda sal ko'rinmasligi mumkin kechki payt ozgina xira. Mana bu yerda bekatlar nomlari 5 kun davomida keladi. Dushanbadan payshanbagacha bo'lgan vaqtlar. Kechasi 23:17, 37 bu oxirgisi ekan. Va ertalab 4:57 bu boshlang'ich vaqti. Shanba va yakshanba kunlari uchun alohida vaqtlar bor. Undan tashqari birlasheniya, ya'ni ilova orqali, SMS orqali demak, shu bir kun davomida foydalanishga yoki 30 daqiqa davomida foydalanish uchun biletlar narxlari yozilgan. Misol uchun 30 daqiqa uchun 36 krona, 90 daqiqa uchun 46, bir kun to'liq 140, 72 soat yoki 3 kun uchun 340 krona. Agar siz 1 oylik to'liq sotib oladigan bo'lsangiz, bu 550 krona bo'ladi. Bu taxminan $25 atrofida 1 oy davomida bekatlarda mana shunday kutib, avtobuslarda, elektrichkalarda yoki metrolarda foydalanishingiz mumkin. Qisqacha ma'lumot. Rahmat.